Kim taqiladi kecha soat necha bo'lgan? Hozir birat soat 3 kecha soat 3 bo'pti. Voy yo'q, soat kechasi 3 da ham taqlatishadimi? Kim bezovta qilishi mumkin bunaqa paytda? Mm, Mayli qo'limga fakir bilan har ehtimolga qarshi qilichimni olay-chi. Biror gap bo'ldimikin yoki ko'chada kimdir bormikin? Bolalar nima deb o'ylaysizlar, obunachilar? Yo'q, lekin ko'chada hech kim yo'qqa o'xshayapti. Bu taraflarga ham ozgina o'tib ko'raylik-chi qani. Orqada ham hech kim yo'q. Kim taqillatdikin? Hech kim yo'q bu taraflarda ham. Tushunmadim. Pochta keldimikin? Pochta kelibdi. Kitob. Yordam 3 nuqta. Undov. Yordam? Qanaqa yordam? Puldan yordam yoki siz o'ziga yordam berish kerakmi? Kim tashlab ketdi mayli. Kimsan deb yozib yuboramiz bo'lsam bolalar. Hop, kimsan, mendan nima xohlaysan deb yozamiz. Shuni yozib turib, yana qaytarib qutiga solib qo'ysam, pochtalarni o'shanga olib borib bersa kerak menimcha. Endi kirib ozgina uxlab olsak bo'laveradi deb o'ylayman. Va keldi olamiz. Bugun ishqib juda ham charchaganman bolalar ishqib. Uxlamasam bo'lmaydi, ertalab gaplasharmiz qolganini. Ertalabdan budilni ham cholib yotibdi-ya. Soat 10 bo'lib ketibdi, soat 10 da ham turadimi? Bolalar u ish qilish kerak, chiqish kerak tezroq. Barchaga assalom do'stlar, sizlar bilan men Hiter va bugungi videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman sizlarni. Kunduzi bolalar shu darajada boyib ketinglarki, kunduzi ham svet yoqaydigan darajada boyib ketinglar bolalar, sizlarga maslahatim. Lekin ketmonda ish qilinglar yerga kirib. Hop, pochta kelibdimikin? Qanaqadir pochta kelibdi. Mayli, o'qib ko'ramiz. Men jitelman. Qanaqa jitel? Kim bu bolalar? Sizlar bilmaysizlarmi? Qanaqa jitel haqida gap ketyapti? Topdim. Menimcha haligi kechasi kimdir uyg'otgandi-ku bizni. Menimcha o'sha birat yozganlar. Yordam deb yozgandilar, kimsan deb yozdim. Mayli, xatini o'qib ko'raylik-chi, nima dardi bor ekan buni. Men jitelman, sen menga yordam berishing kerak. Nimaga deysanmi, keyin bilib olasan. Hech kimga aytma, men katta uydagi eshikni buzdim. Mana bu eshikda aytyaptimi? Demak shunday. Nimasini buzadi buni? Bolalar ichkarida qon turibdimi? Yo'q, skelet. Qanday bo'lishi mumkin bu? Mayli, domla o'qiylik. Eshikni buzdim. Sen u yerdagi sandiqni narsani olishing kerak va menga javob qaytar. Sen o'ylaguningcha boshqalar tuzoqda. Tushunmadim. Qanaqa tuzoq haqida gap ketyapti? Bola, vaqti tushunmayman. Qanaqa tuzoq? Sandiqda nima bor sandiqda? Mana bu qonlar, hamma yoqda sachrab yotibdi. Nima bo'lyapti bu yerda? Almaz, izimrodlar. Mana bu qonmi bular? Qon. U Arja haqiqiy otarmikin? Rostdan otar ekan. Qishloqda mumkin emas, lekin Arja otish. Buni tezda berkitish kerak bolalar. To'g'risi bilmadim, qanaqa narsaga aralashib qoldim. Boshimda shu kunlar ham bor edi. Mayli. O'sha javobga atvet qilib yozib yuboramiz. Qanaqa narsa xohlaysan deb. Tezroq o'chirsa-yu, bolalar bu sekin o'chiradi juda ham. Endi bu meni aybim emas, Minecraft aybim o'chdi. Mendan nima xohlaysan deb yozib yuboramiz va qutiga solib qo'ysam o'zlari kelib olib ketishsa kerakgina. Ungacha biz o'sha Akirotdagi ishimizni qilib tursak bo'laveradi. Hamma joyda o'g'ri bo'ldi, endi buni merga olib borib berish kerak. Xo'p, mer doimgidek uyda emas, sandig'iga doimgidek narsalarni qo'yib ketaveramiz. Pulini esa kartaga tashlayveradi. Jitel qalaysan? O'zi qalaysan? Yaxshi, rahmat, o'sha yerda bo'lib turasiz kelaman. Bolalar, mana bu qo'limdagi kartoshkani tashlab yuboramizda. Qarab ko'ramiz bir pochta keldimikin yoki kelmadimikin. Kelibdi. Men sal boshqacharoq qilib qo'ygandim. Menimcha boya yozganimizga atvet bo'lgan. Xo'p. Ahamiyati yo'q kimligimni, seni hayoting meni qo'limda. Agar menga yordam bersang, senga yaxshi bo'ladi. Bu zumratlar senga sovg'a. Bular bilan sen bugun kechqurun o'rmonga kirishing kerak. Politsiyaga telefon qilishni xayolingga ham keltirma, ya'ni o'ylama deb yozibdi. Vobshe o'yin qilishyapti-ya bolalar. Shunday borsam, Mike Tyson chiqib kelsa yoki davomini ham o'qiylik nima bor ekan? Qaysi o'rmon deysanmi? Uyingni o'ng tomonidagi o'rmon. Uyimni
Uyimni o'ng tomonida mandan o'ngdanmi yo sandanmi shu yerini ham yozib qo'ymabdi-da. Mana bu tarafdan qarasam o'ngga yurishim kerak. Orqasiga o'tib qarasam boshqa joyda yurish kerak. O'lib ketsin. Nimaga aynan man? Nimaga doim shunaqa qora ishlar menga qoladi? Mermas, jitelmas, aynan menga qoladi. Ha, mayli. Tak, obunachilar уже soat kechasi ham bo'ldi. No 12:00. 12:00 da men уже endi o'rmonga borishim kerak, ani brat. Bilmadim, to'g'risi ham qiziqyapman, ham ozgina qo'rqyapman. Manlardan olmasa уже duximiz vagon bo'lib ketadi. Unchalik duximiz ham baland emas-u. Mohriddin tipa, Mohriddin. Короче, спокойно boramiz. Kimdir bir narsa deydigan bo'lsa, shuni kallasidan otib tashlayman. Jitel, sen nima qilyapsan bu yerda? Uyimga ketayotgandim, to'g'ri. Nima aytib turibsan? Turdim просто. Bor yo'q hali jinna bu yerda turma. Hop, ketaman. Yaxshi, bor yo'lingdan qolma, ahmoq. Tak, shu tarafdan ketish kerak. To'g'ri ketyapman, bola mana. O'ng tarafga yurdir, uyimdan o'ngga chiqib yuryapman. Ana Jitel hali ham turibdi mana. Точно meni kuzatyapti. Bu yerdan o'zi ketish kerak. Sraz qo'limga оружие olyapti. Igrok turibdimi? Uy, Xirobrin. Yo'q, qana Xirobrin bu? Teoriyalar-ku, nima Sidan Ven. Brat, yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka? Keldingmi? Ha, keldim. Nimadir qilishim kerakmidi? Xatlar siz yozyapsizmi? Xatlarni men yozyapman. Menga qara, ichkariga kirasan-da, hamma jitellarni o'ldirib tashlaysan qo'lingdagi оружие bilan. Tushundingmi? Nimalar deyapsiz? Men sizni bitta gapingizga o'ldirib yuboramanmi? Ko'p gapirma. Sani bu o'qlari menga ta'sir qilmaydi. Men qamoqxonada yotganimda bunday matarlari bo'lgan. Siz qamoqxonada yotganmisiz shunda? Nima deyapsan? Uka, ko'p gapirma. Короче, kirasan, o'ldirasan hammasini, tushundingmi? Boshqa gap yo'q senga, Sibirda pishtakdan bo'lamiz biz jigarlar bilan, Mayli, siz sal pastroq gapiravering, menga pastga qarab. Mishka pastga qaramaydi. Nima qilamiz obunachilar? Mayli, bir ichkariga kirib tekshirib ko'raylikchi. San ashada turib tur. Okey. Jitellar. Iltimos, bizani o'ldirma. Xohlagan narsangni beramiz senga. Bo'ldi, jitel emaslar, o'ldirmoqchi emasman. Menda rejam bor. Hozir osmonga otaman. Osmonga otganimda xuddi sizlar tipi o'ldirgan bo'laman. Cho'chimanglar, men borman. Keyin aka deysanlar meni uchirishdingmi? Xo'p. Hozir короче, jimsekroq gapirlar, eshitib qolmasin, keyin bu yoq tarafdan qochib ketasizlar osmonga otgandagi, tushunishdingmi? Sekinroq gapir deyapman. Mana senlarga. Jitellar. Bu mayda sevishgan jitellar ham bor ekan. Tak, osmonga otaman. Men o'lib ket, hammang o'lib ket. Yo'q, yordam. O'l hammang o'lasan. Yordam. O'lib ket hammang. Maza qilib odam o'ldirdim. Anchalik bo'ldi, jitellar, chiqib ketinglar sekin. San bu yoq tarafda. To'xta, birinchi man chiqay. To'xta, birinchi man. Voy, ko'rib qoldi. Brat, o'ldirdim hammasini. Qanaqa o'ldirasan? Bittasi qochib ketdi-ku. Mana senga bo'lmasam. Kimsan menga buyruq beradigan? Qamoqxonada yotganmanmish. Endi bugunga bo'lgan vaziyatda borib tezda politsiyaga yetkazish kerak.